Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari yordamida biyagum ishlab chiqarish biznesiga qiziqayotgan aka-ukalarimiz. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarimiz hozirgi kunda dehqon aka-ukalarimiz tomonidan zakazlar qabul qilgan holatida yetkazib berish ishlarini olib boryapmiz. Bugungi videomiz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan 1 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglariga zakaz bergani, ya'ni 2 ta banan korobkasi 1 kvadrat hisobida. Yana bittasi yo'limiz ustida Surxon. Shunday joyimiz bor, o'sha joyga mana bitta banan korobkani tashlab o'tamiz. Mana shu 2 ta banan korobka 10 kvadrat joydagi 20 sm qalinlikdagi go'nga yetadigan chuvalchang hisoblanadi. Shu videoning davomiyligida mashinamizni olib boramiz. Akamizning chuvalchanglar uchun tayyorlab qo'ygan joyini ham siz aka-ukalarimizga videoning davomiyligida bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aka, keng chuvalchang zishligini ko'rasiz. Tagi ham shunday. Tagi bilan shunday. Normal narsa bor ekan. Hozir ko'rsataman. Mana aka. Ha? Qo'ydi borsiz-ku. Yo'q, molniki. Qo'ydiki ham bo'lishi mumkin ichida. Mana aka, zishligini ko'ryapsiz. Shoshmang aziz odaram. Mana aka. Joyimizga tashlab oldik. 2 ta banan korobka 1 kvadrat chuvalchang uchun akamiz ajoyib qilib 10 kvadrat joy tayyorlagan ekan. Shu joylarga chuvalchanglar tashladik. Akamiz o'zidan chiqqan biyagumslarni qulupnoylari bor ekan. Shularga beradi.